Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 2-yanvar bayramning ikkinchi kuni. Mana stenkalarimiz ko'p turibsizlar. To'g'ri. Bosim bobo bu balig'idan. Buni ana Saboydagi obunachilar. Voh, qanday bo'ldi? Zo'rmi? Yaxshi o'tirmaysiz, mayli. Salomat bo'lasiz. Mayli. Mana uch kundan beri Bosimog'dan ketganingiz yo'q. Şeyden aylanıp yürüp bir soru söyleyecek. Bana geldik. Bagajda qilib Bosimog'dan ketganingiz. bitta gapda qarang. Sizdan bittasi so'mda yaxshi emas. Xamir qalin deydi. So'mda zo'r. Zo'rmi? Zo'r. Gap yo'q. Ona yegan odam unaqa demaydi. Yegaman bilan. Hammani kutib qolamiz. Bosim bobo, mehr, samsa mehr balig'ini.